Har kuni energetik ichimliklar ichasizmi va u sizga doimiy energiya, kuch-quvvat beradi deb o'ylaysizmi? Oxirgi tadqiqotlarga qaraganda, surunkali, ya'ni me'yordan ortiq energetik mahsulotlarni iste'mol qilish sizni organizmingizga yetarlicha zarar yetkazishi, hattoki testosteron miqdorini tushirishi ham mumkin ekan. Xo'sh, quyida aynan energetiklar qanday qilib sizni organizmingizga zarar berishi, ya'ni qaysi darajasi, qancha miqdorda ichish sizga zarar berishi mumkinligi to'g'risida to'liq gaplashamiz. Energetik ichimliklarning tarkibida asosan yuqori miqdorda kofein, shakar, taurin, guarana, B kompleks vitaminlari va bundan tashqari qo'shimcha komponentlar mavjud bo'ladi. Xo'sh, bularning doimiy iste'moli sizning organizmingizga qanday ta'sir qiladi? Bu yerda aynan maqsad bitta modda ta'siridan emas. Bu yerda eng ko'p ta'sir kofein va yuqori miqdordagi shakarning birgalikda qo'llanilishi. Bu juda ham yuqori energiya degani. Xo'sh, testosteron miqdoriga energetiklarni to'g'ridan-to'g'ri ta'siri isbotlanganmi? Yo'q. Ya'ni energetik mahsulotlarni doimiy ichish testosteron miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Lekin uni tunda ichish sizdagi uyquning sifatining pasayishiga, ya'ni aynan tunda ichishda va doimiy uyqusizlikka sabab bo'lishi mumkin. Agar surunkali siz energetiklarni tunda yotishdan oldin qabul qilishni boshlasangiz. Bu yerda energetiklarning testosteron miqdoriga ta'siri emas, sizning uyqungizga ta'siri. Bunda, ya'ni uyqu sizda normal bo'lmasa, sizda testosteron ishlab chiqarish ham buziladi. Stress va yurakka ta'siri. Yuqori energiya manbai hisoblangan energetiklarni qabul qilish sizdagi yurak urish sonlarini ko'tarishi, qon bosimining oshirishi, hattoki ayrimlarda, ya'ni surunkali kasalliklari bor bemorlarda yurak sanchiqlariga ham sabab bo'lishi mumkin. Sizda stress, turli xil boshqa asoratlar kelib chiqishi mumkin va stress kortizol miqdorini oshirishi, kortizol testosteronning tushirishi va hammasi bular bir-biriga chambarchas bog'liq tizim hisoblanadi. Energetik ichimliklardan kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Yurak qon tomir kasalliklari bor bemorlar, qon bosimi oshuvchi bemorlar, 18 yoshga to'lmaganlar va uyqusida muammosi bor insonlarga umuman energetik mahsulotlarni iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Chunki ular faqatgina ularning ahvolini og'irlashtirishi mumkin. Xo'sh, xulosa qilib aytganda, bir banka energetik bu sizni sog'lig'ingizga jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi mumkin, lekin ularni surunkali doimiy ko'p miqdorda iste'mol qilish sizdagi turli xil asoratlarni rivojlantirishi, turli xil kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.